Og'bekjon Jomboy tumani Galakapa degan joyimizda Zarafshon mahallasida istiqomat qiladi. Bu ukamiz albatta hamkasbimiz, bloger. Nima desak yo'q demay, ehsonlarga bizlar qatori ehsonlarda yurgan yigit. Shu yigit notqish voqea sodir bo'lgan kecha avariya bo'lgan. Bu ukamizga bir duo qilingizlar. Albatta bizlar qayerga borsak, qanday bemorni ko'rishimizdan, kuzatishimizdan qat'iy nazar biroz gap aytsak, chopib borib shu Alloh uchun, shu bola ham savob uchun yordam qilardi. Og'abek akamizga ham katta yordam qilgan. Qolgan bemorlarimizga ham syomka qilib YouTube tarmoqlariga tarqatib, shu ukamiz ham katta yordam qilgan. Kecha notqish voqea bo'lib sababli avariya holatida og'ir ahvolda yotibdi ukamiz. Holidan xabar olib keldik. Sizlardan bir iltimosim shu ukamiz haqiga bir duo qilib qo'ysalaringiz. Albatta duo o'tadi. Juda yaxshi inson. Nima deymiz? 2 soat, 3 soat oldin nima bo'lishini, keyin nima bo'lishini avvalambor Alloh bilar ekan. Alloh sababchi, Alloh o'zi qo'llasin shu yigitimizni. Umri uzoq bo'lsin, hali uylanmagan yosh yigit. Duo qilishlaringizni iltimos qilamiz shu ukamizga. Duoda katta gap. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'lingizlar. Shu ukamiz haqiga ham bir duo qilib qo'yingizlar. Bizning hamkasbimiz, bloger ukamiz. Ilohim sog'ayib ketsin. Ota-enalariga, oilasiga sabr tilaymiz. Ilohim shu yigitimiz ham bir yaxshi bo'lib ketsin, bir duoda bo'lib turingizlar. Sog' bo'lingizlar. Rahmat hammalaringizga. Ekranlarga albatta videolarni qo'yib o'tamiz. Albatta qo'ldan kelgancha duo qilingizlar. Shu ukamiz ham sog'ayib ketsin, bizlarni bag'rimizga qaytib kelsin. Iltimos sizlardan. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat hammalaringizga. Pazarını uçururlar. Bana maaşı yolu yaptıydım yapırttırdı. Avara öyle Her sene şu an tüyekine geldi. Maaşına bir yana diyeceksin ha? O işte. İyi olmadı mı fazla? Hasta que muy bien.